Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Nodira Jonibekova rahbarligida ishchi guruh Sirdaryo viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasida bo'ldi. Shifokorlar deputatlarga birlamchi tizimda aholiga ko'rsatilayotgan onkologik tibbiy xizmat, kasalliklarni erta aniqlash va uning profilaktikasi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida to'liq ma'lumot berishdi. O'rganishlar davomida mavjud muammo va ularning yechimi masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Keyingi manzil Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Sirdaryo viloyat filiali bo'ldi. O'rganish jarayonida ishchi guruh a'zolari onkologik kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va davolash tizimini takomillashtirish, zamonaviy skrining usullarini amaliyotga keng joriy qilish holati hamda kadrlar salohiyati va markazning moddiy texnika bazasiga alohida e'tibor qaratishdi. Hozirgi kunda zamonaviy tekshirish usullari, immunohistoximiya tekshiruv usullari yo'lga qo'yilgan. Oldinlari bemorlarimiz Hindiston davlatiga borib, shu tekshiruvlarni, analizlarni qildirib va 1 oy muddat kutib, analiz javobini kech muddatlarda murojaat qilishardi. Hozirgi kunga kelib, bu tekshiruvlarni bizda yo'lga qo'yilganligi bemorlarni birinchi navbatda sarsongarchilikdan, vaqtdan ilgari tezroq davolashga va iqtisodiy jihatdan yordamga erishilyapti. Undan tashqari jahon standartlariga mos ravishda bo'ladigan tekshiruvlar kompyuter tomografiya, MRT, mammografiya, kolonoskopiya, fibrogastroskopiya kabi qo'shimcha tekshiruvlar ham davolashda, tekshirishda bizga asqotmoqda. Shuningdek, tibbiyot markazidagi moddiy texnik bazaning imkoniyatlari aholi soniga nisbatan yetarli emasligi, davolashda muhim bo'lgan zamonaviy tibbiy uskunalar hamda kimyoviy preparatlar bilan ta'minlash zarurligi qayd etildi. Sirdaryo viloyatida onkologik yordam ko'rsatish bo'yicha, sifati bo'yicha haqiqatan ham bir yaxshi natijalarga erishganligiga guvohi bo'ldik. Va bugungi kunda mana aytaylik onkonazorat xonalarini faoliyatini o'rgandik. Shuningdek, tumanlardagi ko'p tarmoqli poliklinikalarda ham aynan onkologning faoliyati o'rganish natijasida ayrim o'sha tizimli muammolar borligini ham guvohi bo'ldik. O'rganish natijasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan Sog'liqni saqlash vaziriga parlament so'rovi jo'natiladi. Parlament so'rovining asosiy o'sha maqsadi ham aynan o'sha hududlarda aholi orasida onkologik kasalliklarni oldini olishga qaratilgan. Ishchi guruh a'zolari O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Sirdaryo viloyat kengashining 2-plenumida ham ishtirok etishdi. Unda partiyaning 2024-yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilidagi faoliyati yuzasidan hisoboti va 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilidagi ustuvor vazifalar to'g'risida so'z bordi. Shundan so'ng mas'ullar Mirzobod tumani ko'p tarmoqli tibbiyot poliklinikasida bo'lib, tuman miqyosida birlamchi tizimda onkologik yordamni yanada sifatli tashkil etish, kasalliklarni erta aniqlash va profilaktikasi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarni yaqindan o'rganishdi. Guliston shahar ko'p tarmoqli poliklinikasida ham aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati, davolash va diagnostika hamda dori vositalari bilan ta'minlanganlik holati tekshirildi. Albatta, bugun amaliyotga tatbiq etilayotgan barcha islohotlar zamirida inson qadrini ulug'lashdek ezgu g'oya yotibdi. Zero xalq dardini o'ylash, inson manfaatlarini ta'minlashga hissa qo'shish har bir davlat xizmatchisining vazifasidir.